Bismillahirrohmanirrohim. Shunda kirib kelgan edida, shunaqa koridor kutib oladi. O'zi premium klassda remont qilingan. Remont uchun ishlatilgan materialdan tortib bitovoy texnikalarigacha kачественный narsalar qo'yilgan. Uyga o'zini aurasi bor, kerak. Uy yashash uchun motivatsiyani o'zi beradi. Ilohim hammamizga nasib qilsin. Shunaqa uylarda yashash. Zalimizni oshxona endi отдельно keng. Shunday mazza bo'ladigan joy. Uyimizni shaharning eng удобный lokatsiyalaridan bitta joyda joylashgan. Bu yerdan Katyushaga rohatga qo'yilib chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerdan Maksim Gorkiga, sentrga bir qadam. Okalar, bunaqa предложение har doim ham bo'lmaydi, uspet qilib qolinglar.